Mana saka diskalarimizdan kelgan, xudo xohlasa sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bobur aka, bu saka diskani, qo'qon diskani afzalli tomoni bormi? Afzalli tomoni saka diska juda ham undan birinchidan juda ham chiroyli, ikkinchidan balansirovka 0 chiqadi, uchinchidan saka diska qo'qon diskadan ancha afzalligi ustun. Chunki balansirovka idealni chiqadi. Balonni yonini yeyishini kamroq olib boradi. Uchinchidan saka diska quyilganini hisobiga qo'qon diskadan ko'ra idealni 0 chiqadi. Saka diska qiyshaygan bo'lsa, mashinaga zarari haqida. Saka diska qiyshayadigan bo'lsa, sirazi bu bildiradi. Mashinani vibratsiya berishni boshlaydi. Qo'qon diskada ko'p qiyshaygan hisobiga bildirish kamroq, mashinaga vibratsiya berish kamroq. Saka diskada sirazi bildiradi. Saka diskani remont qilib sirazi to'g'irlatib olsa bo'ladi, diskani ideal qilib. Tushunarli. Saka diska qo'qon diskaga qaraganda og'irroq chiqadimi yo yengilroqmi? Yo'q, saka bu razmeriga qarab. Masalan, katta diska bo'lsa, qo'qon diskadan og'irroq chiqadi, lekin 15 razmer bo'lsa, lekin diska 15 saka qo'qon diskadan ozgina yengilroq bo'ladi. Tushunarli. Agar saka diska sinib ketadigan bo'lsa, uni svarka qilib restavratsiya qilish imkoni bormi? Albatta imkoni bor. Qo'qon diskani imkoniyati yo'q, saka diskani imkoniyati bor. Kimga shunaqa restavratsiya xizmati yoki bo'lmasa mana shu videomiz ma'lumotli bo'lgan bo'lsa, bemalol bizga obuna bo'lavering. Sog' bo'ling.